Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Bugun biz FIFA kunlari haqida gaplashamiz. Ya'niki O'zbekiston milliy terma jamoasi va boshqa o'yinlar haqida bugun tahlil olib boramiz. Xabaringiz bor, O'zbekiston milliy terma jamoamizga yangi murabbiy keldi. Fabio Cannavaro italiyalik mutaxassis murabbiy etib tayinlandi va ushbu tayinlanish orqasidan bizga nimalar foyda yoki nimalar zarar bo'ladi? Bularni hamda milliy terma jamoamizning ikkita bahsini ko'rib chiqamiz. Birinchisi Xo'p, xabaringiz bor, Kuvayt bilan bahs, ikkinchisi esa Urugvay bilan bahs bo'lib o'tdi. Ikkala bahsda ham O'zbekiston milliy terma jamoasi yaxshi o'yin ko'rsatdi. Bittasida g'alaba, bittasida mag'lubiyat. Endi mag'lubiyat tabiiyki bo'lishi kerak edi Urugvay bilan o'yinda, chunki Urugvayning hozirgi darajasi hamda O'zbekistonning hozirgi darajasi tubdan farq qiladi. Birinchi o'yin Kuvayt bilan bahs, Olimpiya o'yingohi Toshkent, O'zbekiston. Ushbu o'yin haqidagi fikrlar, milliy terma jamoamiz birinchi taymda ajoyib o'yin ko'rsatdi, Kuvaytni qamab oldi va ikkita gol urishga erishdi. Ikkinchi taymda esa milliy terma jamoamiz yaxshi o'yin ko'rsatdi. Otabek Shukurov penaltidan foydalana olmadi, ammo shunday bo'lishiga qaramasdan milliy terma jamoamiz ushbu o'yinda g'alaba qozondi va Fabio Cannavaro qo'l ostidagi ilk o'yinda ilk g'alaba. Ajoyib o'yin, ajoyib g'alaba. Ikkinchi bahs esa chet elda bo'lib o'tdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Urugvay bilan bahs olib bordi va ushbu bahsda milliy terma jamoamiz 1-2 hisobidagi mag'lubiyatga imzo chekdi. O'zi ikkala gol ham kelib chiqishi himoyadagi xatoliklardan keyin bo'ldi. Himoyada kamchiliklar bor. Albatta bularning birinchisi Abduqodir Husanovning yo'qligi bilindi. Albatta markaziy himoyadagi ikkita xatodan so'ng ikkita gol urildi va ikkinchisi esa o'zi ikkalasi ham tabiiyki himoyadan urildi. Himoyadagi xatoliklardan keyin o'zimizning gol esa Ruslanbek Jiyanov ajoyib gol kiritdi va milliy terma jamoamizga umid bag'ishlagan edi va 82-daqiqadan keyin boshqa gol urishga kuchimiz yetmadi. Shunday qilib ikkita o'yin, bitta g'alaba, bitta mag'lubiyat va Fabio Cannavaro O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiy Qarshiga kelgan edi hamda Qashqadaryo futbol akademiyasida mehmon bo'lgan edi. O'zim o'sha yerda bo'lgandim va ushbu o'yinda, ushbu uchrashuvda ishtirok etgandim. Cannavaro bilan ko'rishdik, gap mulohazalar, nima uchun milliy terma jamoaga keldingiz degan savollarga u shunday javob berdi. Meni o'zim O'zbekiston milliy terma jamoasidagi yoshlarning o'yinini ko'rdim. Ularga bo'lgan ishtiyoqim, ularning o'yinga bo'lgan qiziqishini ko'rishim va ularning o'ziga bo'lgan ishonchini ko'rganimdan keyin O'zbekiston milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy bo'ldim. Chunki yoshlarda ishonch bor ekan, yoshlarda umid bor ekan, yoshlarda o'yinga tirishqoqlik bor ekan, kattalar ham albatta, ya'ni o'sha milliy terma jamoaning kelajagi bo'ladi deya fikrlarini yakunladi. O'zim u bilan birga suratga tushdim yokida suhbatlar olib bordik va o'sha akademiyani tanishtirib unga chimlarini ko'rdi, razvalkani ko'rdi, ichkaridagi holatlarni ko'rdi, xonalar bilan tanishdi, murabbiylar bilan ko'rishdi va o'sha yerdagi muhitni atroflicha o'rganib chiqdi. Shunday qilib ikkita bahs, bitta g'alaba, bitta mag'lubiyat, bittasi Kuvayt ustidan qozonilgan g'alaba, bittasi esa Urugvayga uchralgan mag'lubiyat. Shunday qilib ikkita o'yinni o'tkazdik, bittasida g'alaba va bittasida mag'lubiyat. Yana fikrlar shundan keyin Fabio Cannavaro Qarshida mehmon bo'ldi. Nasaf hamda Qo'qon 1912 jamoalari o'yinida ham mehmon bo'lgan edi. O'sha o'yinda Nasaf 3-0 hisobida g'alabaga erishgan edi. Hamda adashmasam 5-6 kunlik tashrifdan so'ng Fabio Cannavaro Toshkentga qaytib ketdi. Shunday qilib o'yinlar, mulohazalar, fikrlar va jamoani o'rganishdagi holatlar hali davom etmoqda. Chunki u murabbiy hali yangi, o'zbek tilini bilmaydi, italyan tilini biladi, ispan tilini biladi va ingliz tili orqali tarjimon bilan suhbat olib bormoqda. Hattoki milliy terma jamoada ham tarjimon bilan suhbat olib bormoqda. Yangi murabbiy keldi. Endi juda ko'p kishi fikrlar bildirdi, murabbiy kerak emas edi, Timur Kapazzening o'zi yaxshi edi deya hech qanday natija ko'rsatmagan murabbiyni olib kelish xato deyildi. Endi bir savol muxlislarga. Fabio Cannavarodan oldin Timur Kapazze edi, Kapazzedan oldin esa Katanes murabbiy bo'lgan edi. Endi savol, Katanesda birorta ko'zga ko'rinarli natija bo'lgandimi? Yo'q. Katanesda hech qanday natija yo'q edi, uni olib kelindi va u milliy terma jamoamizga effekt, ya'ni yaxshi effekt berdi. Ham tan olish kerakki, aynan Katanesning o'yinlaridan keyin milliy terma jamoamiz mundialga yo'l oldi.
Shunday, endi biz nima uchun Fabio Cannavarodan umid qilmasligimiz kerak? So'roq. Umid qilamiz albatta va mundialda yaxshi natija qilishini va milliy terma jamoamiz bilan iloji boricha uzoqroqqa borishni tilab qolamiz. Guruhdan chiqish, chorak, yarim final, hattoki g'alaba. Albatta bu niyat, yarim niyat. Shunday qilib, milliy terma jamoamizga omad tilaymiz va keyingi o'yinlarda ham terma jamoamizni qo'llab-quvvatlab doimo qo'llab-quvvatlashda bo'lamiz, poddeshkada bo'lamiz hamda milliy terma jamoamizni mundialda yaxshi ishtirok etishini tilab qo'ygan holatda bugungi efirimizni yakunlaymiz. Sog' salomat bo'ling.